Ertalabdan boshlandi yana bor. Turishini qaranglar azizlar. Qani zalbalga chiqmayapsiz birozdan ham? Yo'q. Salomlashamiz, ko'rsatuv boshlanyapti-ya. Marhamat. O'zingizdan bo'lsin, kichkinalar hurmati bor. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Pasport bo'yicha gaplashamizmi? Qarang hozir. Gaplashamiz keling. 2005-yilmi? Ha, bo'pti. Sizchi? Aytmayman. 96. 96. Qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv aynan bugun ham shay holatda nimaga desanglar, chunki biz uydan chiqishdan oldin qasamyod qilib chiqamiz. Bugun xalqimizning kayfiyatini ko'taramiz. Ya'ni intervyu olganlarnikini. Ular orqali sizlarning kayfiyatingizni ko'taramiz, o'zimizga o'zimiz qasam ichib chiqamiz. Shuning uchun ham bugun o'sha qasamimizga turgan holatda ko'rsatuv boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana efirda. Farina ekraningizda va Abbos. Bilasiz, izohlarda aytmoqchi edim. Izohlarga Izohlarimiz bo'yicha gaplashmaymiz, shart emas. Yo'q, gaplashamiz. Kecha nima yana Zelenka degan narsani Instagramga qo'yib yubordingiz? Shunchaki qo'ygim keldi. Agent. Soat qarang. Aha. Poshnada chiqqanda yana, poshnada turib. O'zingizda mana shunday krossovka bor edi-yu. O'sha mana shunday krossovkani men o'ylab keldim. Shu Farinaga bo'yim yetib olsa kerak, o'sha krossovka kiysam dedim. Men bunday qilib filka qo'yib olib tagiga anaqa kiyib ketdi kecha. O'ylagan niyatlaringiz parcha-parcha bo'lib ketdimi deyman. Tuyg'ularim parcha degan ashula keldi miyamga, mayli xo'p dedim. Demak, azizlar, biz ko'rsatuvni boshlaymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kapitan Boskamoliddinov hujjatlaringiz. Hujjatlarim uyda qolib ketibdi. Shtrafnoyga. Bemalol. Qoidabuzarligingizni bilasizmi? Bilaman. Nima? Ko'pchilikning yuragini o'g'irlab qaytarib yurmaganman. Qo'shurlik. Aziz yurtdoshlar. Oyijon, agar men oxirgi intervyum bo'lsa, mana shu qiz o'g'irlab ketgan bo'ladi meni. Boshqa harakat davomida qoida buzib kelyapsiz. Haddan ziyod chiroyli bo'lish bu hozirgi kunda katta jarimaga solinyapti. Yo'q. Mana men o'zim har kun 6 milliondan pul to'layapman. Sizga hozir mayli chegirma qilib 3 million so'm qilib berishim mumkin. 50% skidkada 3 kunda to'lab olasiz. Tabiiy chiroylilikmi yoki sun'iy chiroylilik? Tabiiy chiroyliligi. Unda mayli, qoidabuzar bo'la qolay. Ana menda sun'iy chiroylilik. Qarang, Shohruxxonga o'xshaymanmi yo'qmi? Yo'q, quritilgan varianti. Endichi? Endimi? O'xshaysiz. Shohruxxon orqasidan ko'rganda ko'rdinglar. Qayerga ketyapsiz? Menmi? Institutga? Qayerda o'qiysiz? San'at va madaniyat. Aytdim, gapga cheching qayerdadir ko'rganman desam. Qaysi fakultet? Nima kurs? Kino. Kino. Aktrisa xudo xohlasa. Yo'q, dramaturg, ssenarist. Wow. Bormi birorta yozgan narsalar? She'r bor xohlaysiz? Qara. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Kuymaymiz visolning hijroni bilan. Qo'l ushlab orttirgan gunohimizni yuvamiz ko'z yoshning marjoni bilan. Eslamaymiz endi hech visol to'yini. Ichilgan qasamlar shunchaki ro'yo, sevgimizga guvoh anhor bo'yini yashagaymiz. Tushda ko'rgandek go'yo. Barchasi bir zumda kul bo'ldi qoldi. Xazonga aylandi sevgi gulshani. Biz yurgan yo'llarning izi yo'qoldi sevgining nomusi sha'ni. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Ko'ringlar. Hayotdan baxtli yashash kerak inson. Nima deb o'ylaysiz? Baxtli yashash uchun qaysi formulaga amal qilish kerak? Baxtli yashash uchun birinchi o'rinda o'zini sevish kerak. Bo'ldi. Keyin yaqinlarini. Siz bugungi sizni yaxshi ko'raman degan so'zingizni kimga ataysiz? Onajonimga. Qani marhamat. Onajonim, jannat iforligim, quyoshim. Meni hayotimda porloq nurga to'ldirgan, mehrga, muruvvatga boy mehribonim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehribonim onam, beozorim onam. Onalardan eng ko'p gap eshitib turasizmi-ku, to'g'rimi? Farzand sifatida. Kaltaga yeb turamiz? Yo'q. Haligacha. Yo'q. Yoshlikda. Yoshlikda. Eng qattiq gap eshitganingiz qaysi qilgan ishingiz uchun bo'lgan? Vaqtida ovqat qilmaganim uchun. Qarang. Kimnidir ko'rsangiz, ichingiz shuvitadigan insoningiz bormi? Bor. Kim u? Aytmayman. Aytmayman. Salom. Bunchalar zo'rsan. Obomisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ko'rsatuvimizni bilasiz? Bilaman, sizdan yaxshi taniyman. Abbos bilan Farina.
Hozir bilardim, yo'q. A few moments later. Bunchalar zo'rsan. To'g'ri, yaxshi. Zo'r, meni ismim. Ha, Farina. Yaxshi, bor ekansiz. Ko'pchilik xato aytadi ismimdan. Bilamiz, odatda qizlar otalariga, endi erkak qizlar bo'lsa, ayniqsa sizni yaxshi ko'raman otajon deb bu gaplarni ko'p aytishadi. Yigitlar ham ayta olishyaptimi bu gaplarni ota-onalariga? Ko'proq men onamga aytaman. Chunki o'g'il bolalar otasiga emas, onasiga mehribon bo'lishadi. Buni mendan yaxshi bilsangiz kerak o'zingizdan. Deyish kerakmi? Deyish kerak emas. Deyish kerak albatta, lekin o'g'il bolada otaga nisbatan salovatlari bo'lsa-da. Hozir ayni paytda siz kimga qo'ng'iroq qilib, ko'nglingizdagi samimiy gaplarni ayta olasizmi ularga? Albatta, onamga telefon qilib aytsam bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zingizmi? Yaxshi, rahmat. Onam sizni yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'raman. Qaysi kanalida? O'zim aytyapman. 4 qator she'rim bor edi. Onajon, onam sizni yaratgan. Xudoyimga cheksiz shukrlar bo'lsin. Tilimda bir niyat mudom taralgan. Hamma yig'lasa ham onalar kulsin. Onajon, siz dunyodagi eng go'zal onalardan birisiz. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Hamisha omadingga bersin Alloh. Qoyil, zo'r, uddaladingiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Rahmat. Hormang. Omon bo'ling, rahmat. Menga hozir kameradan tashqarida aytgan gapingizni ayting-da. Yo'q, kamera. Meni oldin ko'rgan ekanlar, yoshligimda. Sizni anaqada Toshkent Cityda bir uchrashganimda mana shuncha edingiz. Men hozir ikkinchi ko'rishimda mana shuncha. O'zi keyingisida Xudo xolsa biz bo'yimizga yetib. Akajon. Kimgadir sezdiribdi-ku, bo'yim o'sayotgan. Ha, конечно. Siz sochlaringiz qop-qora edi. Endi bu bilmadim endi bu shu tashvishlarda endi. Yangam. Endi. Mana shu odam. Bu uyga borganda so'g'may hali burchakka turmaymanmi-ki? Temboli xotinim o'qituvchida. Endi javoblaringizga qarab. Qani kundalik necha holatini ko'ramiz deydi. Charchamayapsiz. Aka, o'z mana bolaligingizni eslang. Mana mendek paytingiz qayerda o'tgan bolalar? 20 yosh, 18 yosh qayerda bo'lgan? Qashqadaryo Shahrisabz tumanida o'tganman. Nimalarga boy bo'lgansizlar bolalik? Telefon bo'lmagan. Zerikarli bo'lganda? Yo'q, aslo yo'q. Qanaqa zerikarli bo'ladi? Faqat shu o'yin, kulgi, stadionda ko'pda helikopter tepish, mol qo'ylarimiz bo'lardi, mol. Sizlar sochidan tor. Ya unaqa emas, juda aqlli bola edik. Aniqini bilmaysizmi desa? Qo'ysangiz. Yo'q, qizlar. Sinfdoshlaringiz hozir bizni ko'rayotgan bo'lsak mabodo. Endi ko'rganda ham shu baribir isbotlab beraman. Yo'q. O'zi mana sinfdoshlar bilan haligacha yig'ilib turasizlarmi? Albatta. Qachon hurmatga yig'ildinglar? 20 kun bo'ldi shu bir. Qashqadaryoda bir 20. Ha. Do'stlar o'sha. Yaxshi. Faqat ozgina qarrida. Endi keksalik o'z hukmini suradi. Qalbni nima qarratadi? Qalbni otani yo'qotishlik qaritar ekan lekin. Ha. Necha yoshga qaradingiz? Otamni yo'qotdim-u, qaridim. 18 yosh tugadi. Ha, tugadi. Lekin shu otam borida 18 yosharligidek yurardim-da. Hech narsani o'ylamasdim. Maslahat uyim bor. Bir narsa qiziqaman-da men har doim. Solchi o'zingizga farzandlaringiz bor, siz ham dadasiz. Albatta. Lekin dadalarga ham dadani o'rni bilinadimi? Bilinadi. O'zingizdan kelib chiqdingiz bilinadi. Shunday, o'zimdan kelib chiqadigan. Qadrlarni bildingizmi ota bo'lib? Albatta, juda. Nimada qiyin bo'lgan ekan dadangizga? Hayot mashaqqatlari. Hozir ularni bir marta ko'rish uchun boyligingizni berarmidingiz? U odamlar uchun bermay iloji yo'q. Ko'rishingiz bilan birinchi o'rin nima derdingiz? Sog'indim sizni derdim. Jonim to'kildi-ku mana, qolib ketdi orzularim mana. Hech bo'lmasa tushlarimga kiring, sog'inganim otajonim mana. Shu sog'inch qilsin. Ulardan qolgan yodgorlik onajoningiz borlar. Onajonim. Necha yoshga kirdilar? Onajonimiz ham Xudo xolasa mana dadam 70 yoshga ketdilar. Onajonim 58. Ertaga Iloyim 100larga kirsinlar. 8 ga kiryapti. Men mana va'da, keyingi safar ko'rasiz-ku mana. Albatta. Ungacha Xudo O'zbekiston Respublikasi ko'rgan artist olaman. Onamning 100 yosh yubileylarini to'y qilib o'tkazamiz kelamiz. Albatta. Men o'zim xizmatda bo'laman. Sizni topa olaman. Hozir yaxshi ko'rishingizni ayting onajoningizga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Onamni juda yaxshi ko'raman. Yangamcha, yangam ona-ku. Ikkinchi o'rinda-da. Ayting, seni sevaman. Yo'q endi. Ayting. Yo'q. Ay, sevgi uyatdi-yu, sevgi. Seni yaxshi ko'raman. Yo'q, endi juda aylanib. Qo'rqasizmi yo'q? Yo'q. Ayting, o'qituvchi edimi? Qo'rqib burchakka turman. Bunchalar zo'rsan, sog' bo'ling. Yaxshi kayfiyatda qayerga ketyapsiz? Darsga. Shu birinchi muhabbat bo'lganmi? Hammada bo'ladi-ku, bo'lgan-da. O'zi birinchi muhabbat haqiqiy muhabbatmi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, maktab vaqtidagi muhabbat haqiqiy bo'lmaydi. Lekin ko'ngil chizayotganmi baribir ham? Hozirgacha ham chizadi. Rostda. Lekin unga nisbatan qanaqadir hissiyot bor, lekin unaqa kuchli emas. Ayta olganmisiz, sizni yaxshi ko'raman deb? Ha, aytganman. Uydagilaringiz bilishganmi? Bilishgan. Jahllari chiqmaganmi? Yo'q. Birinchi muhabbatingiz ismlari? Fariza. Fariza.
Da. Agar sinfdoshingiz, birinchi muhabbatingiz bo'lgan Fariza opamiz ko'rib turgan bo'lsalar, nima degan bo'lardingiz tilaklaringiz ularga? O'qishiga omad, hayotiga omad, baxtliman bo'ldi. Hayotda inson nimani qadriga yetish kerak? Yonidagi inson qadriga yetish kerak. Sen baxtli bo'l, meni hech o'ylama. Bunchalar zo'rsan. Bugungi ko'rsatuvimiz madaniyat institutami deyman. Hozir yo'limizda shularga hamma odam madaniyatga ketyapti. Lekin hammasi uxlab qoldim deyapti. Nima vaqtida borilmayapti? Vaqtida boriladi. Mas'uliyat. U Yomon ko'p gapirasan dedim. O'zi shoshib turibman dedim. Asl kayfiyatingiz qalay o'zi rostdan ham? Qalbdagi kayfiyat. qalbdagi kayfiyat juda yomon. Nega? Motam kuch olyapti. Sabab? Sevgan qizim bilan urushib qoldim. Qachon? Yaqinda. She'r aytib beray. Xo'sh. Qani sevgisidan ayrilganlar, sevgilisidan xafa qilganlar uchun? Yo'q, hozirgi paytda juda o'zi inson yolg'iz qolib ketsa yoki shunaqa bo'lsa juda qiynalar ekanda. Shu yolg'izlik haqida. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Yolg'izlik boshlanar bundan buyog'i. Qochib qutulmassan odam bolasi. Oylarni, yillarni tutsang bo'yinga o'lchab yeta olmassan odam bolasi. Bugun ko'plar bilan oram sovigan, ko'plar omadimga sevinmas endi. 16 yoshimda meni sevganlar, 18 yoshimda seva olmas endi. Men axir na yo'lman, axir na ko'cha, axir hammaniki bo'la olmayman. Meni sevganlar deb o'lguncha 16 yoshimda qola olmayman. Erishib bo'lmaydigan baxtga, orzuga yetisholmay qiynalar qalbing, yuraging. Ishonib bo'lmaydigan sendek bir qizga, qanday men yo'liqdim, xafaman taqdirdan. Yolg'izlik qiynaydi. Men dardingizga davo endi shu bir tabibga borib ko'ring. Borib so'rdim tabiblardan, bu dardimga davo bormi? Tabib ayturki, ey nodon, seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Bu dardni bedavo derlar. Mayli telba deysan, mayli devona. Qo'y, men sening qora sochingga emas, qordek oq ko'nglingga bog'lanib qoldim. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Netay senla hech xayrlashgim kelmas. Alvido deyishga yo'q qarorim. O'ynaymiz hozir. Bo'ldi. U bola o'zimni oldindan taniyman. Rosta gapimga mana san'atga bo'lgan muhabbatni sizlar o'zi sezib bo'ldinglar. Men mavzu aytib o'shanga qo'shib davom ettirib ketishingiz kerak. Xudo. Ket, Rayhon. Qushday jonim bilan kuygan g'avg'odaman. Rayhon, sen bog'da, men sahrodaman. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Osmondan yoqqan qorlar meni dardim bilmaydi. Osmondan yoqqan yomg'irlar bu holimni bilmaydi. Men sevgan o'shal bevafo. Ko'ylagi oq edi, beg'ubor edi. Meni maftun etgan bir ifor edi. 17 yosh qizning hidi bor edi. Bu hali 18 yoshimda edi. Boplayman, santexnik. Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Lekin men mana chin yurakdan tilakdoshman. Kelajakda mana sanoqli nechta zo'r san'atkor chiqsa, o'shalar orasida siz bilan men bo'laylik, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Bunchalar zo'rsan. Qayerda o'qiyapsiz? Jahontilida. Nechinchi kurssiz? Birinchi kurs. Bo'sh vaqtingiz bo'lsa, vaqtingizni nimaga sarflashga harakat qilasiz? Ko'proq kino ko'raman. Keyin qayerdir borsak kerak amchi o'rtalar bilan. Siz uchun qadrli bo'lgan sovg'ani ayta olasizmi? Qanday sovg'alarni har doim qadrlagan? Berishganda Berishsa, farqi iPhone bo'lsa ham bo'laveradi. iPhone 17 bo'lsa yo'q demasdim-dek. Yaxshi, zo'r kimdan kutyapsiz iPhone 17 Pro Max? Hech kimdan kutmayapman. Endi agar bersa xursand bo'lgan bo'lardim. Eshitasizlarmi? Ismingiz? Maftuna. Maftuna juda xursand bo'lardilar. Agar iPhone 17 Pro Max jo'natib yuborsanglar, to'g'rimi? Bahorda ochilib ketasiz yana ham. Ismingizni har bitta harfiga o'zingizni xarakteringizdagi o'sha jihatlaringizni, odatlaringizni aytib o'tsangiz, balkim uni ichiga salbiy odatlar ham kirib ketishi mumkin, ijobiy ham. Marhamat, M harfi, Mehribon, A harfi,
aqlli, faqat yaxshi kelyapti. Qarang-a. Hayotga Olishkisi F harfi. farosatli, T harfi. to'g'ri so'z, U harfi. umidli, hamma narsani umid qiladigan, N harfi. nozik, haqiqatan nozik. Keyin A harfiga ikkita aqlli qilib qo'ydik. Muxlislarimizga motivatsion gaplaringiz. Muxlislarimizga va muxlislarimga Albatta, sizga muxlislaringiz ko'payadi mana shu loyihadan keyin. doim o'qishlaringizda omad, sessiyalarda omad, eng asosiysi. Albatta. Ha. Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kimni kutyapsiz? O'zim institutga boraman. Arsini ayting, kutyapsiz metrodan chiqadi hozir. Yo'q, hech kim To'g'risini ayting. Yo'q, hech kim. Kechangisimi? Ha? Da. Ana kuyda. Qani u? Ketgan hozir Qashqadaryoga ketgan, qatga ketgan bilmayman lekin. Ikkita yeb o'tirman metroda hozir. Men seni haliyam kutyapman. Ismingiz nima? Sardor. Bitta gap keldi miyamga, toping nima? Aldaysan-ku, Sardor. Aldaysiz-ku. O'zi xohlamaysiz, to'g'rimi? Lekin aldab qo'yasiz, to'g'rimi? Ha, shunday bo'ladi. To'g'ri. Aldash kerak. Aldash kerak, Aldash kerak. o'tirish kerak. Lekin ana senga uylanib aldash kerak emas-da. Yo'q, unaqasi emas, lekin shunaqa bo'lib turish kerak. Oxirgi marta kimni aldadingiz mana? Vijdonan javob bering. O'rtoqlaringiz qarz so'rasa pulingiz bo'lib turib bermadingizmi? Yo'q, bermadim, to'g'ri lekin. O'rtoq sharoitim og'ir deb. Ha, Mazgi. Aldaydi sardorlar, azizlar. Aldaydi bular. Endi mana savol. Birinchi muhabbat kim? Qashqadaryodan bo'lgan aka. Ismi? Ismi Ansora deydi. Ansora deydi. Maktabda bo'lganmi? Maktabda bo'lgan, Qarshida. Qattiq sevganmiz. Shunday. Nima oxirigacha bormaydi? Ha? Hali ham shunday oxirigacha. Haligacha shu. Ha, hali ham birgamiz. Voy, joningizga tegmadimi? Yo'q. Qara, azizlar, sevsa ham qo'ymayman, sevmasa ham qo'ymayman. Ko'rayotgan bo'lsa Ansora, nima gapingiz bor? Seni yaxshi ko'raman. Oyingiz ko'rdi intervyuni. Nimani? Intervyuni hozir oyingiz ham ko'rdi-da. Farqi yo'q. Biladilarmi? Biladilar o'zlari. Qaynona qayerdan chaqirasiz? Qaynona deb chaqiraman. Qaynona demaysiz-ku. Qaynona deyman. Ona deysiz. Yo'q. Onam bitta o'zi. Qaynonamni ona deyishga haqqim yo'q. Kelinni ham haqqi bor onam bitta deyishga. Lekin haqqi bor. Shunaqa. Chidaysizmi? Shunaqa chidaymiz, iloji yo'q. Yarasiga tiz desa chidamaydi deydi-ku. Salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Gaplashyapsiz. Oyim bilan. Sizni yaxshi ko'raman deysiz, ovozlarni baland qiling. Ay, sizni yaxshi ko'raman. Ha, men ham. Nima qilsam xursand bo'lasiz? Xursand bo'lib yursang, men ham xursand bo'laman. Xo'p. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xitoy tilini bilasiz? Da. Qayerdan bildingiz? Onajoningizni Xitoy tilida saqlab qo'ygansiz, shundaymi? Yaxshi. Keling, hozir mana o'zingizni tanishtiring, qayerda o'qiyapsiz va sizni nima xursand qilyapti? Aynan mana shu jumlalarni Xitoy tilida aytsangiz. Marhamat. 我是马吉娜，我是8岁，我学习在东方大学2年级的学生。 Nima deyapti? 我很高兴，我住在泰山岗，我有我的家人，我很高兴。 Juda ham zo'r. Nega aynan Xitoy tilini tanladingiz o'rganish uchun? Juda perspektivniy til. Ingliz tilini ham bilasizmi? Да. Yana qaysi tillarni bilasiz? Bo'ldi. Ruscha, o'zbekcha. Yana qaysi tillarni o'rganmoqchisiz? Qiziqishingiz bor? Fransuzskiy. Til o'rganish insonga nima beradi? Dunyoqarashni Kengaytiradi. kengaytiradi. Xitoyga bordingizmi? Xitoy Yo'q, davlatiga. hali. Nega borish niyatingiz Da. bor? Juda ham zo'r. Qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Faqat O'zbekistondan chiqmaganman hali. Qaysi davlatlarga bormoqchisiz va sayohat qilmoqchisiz? Birinchi o'rinda, конечно же, Xitoy, keyin Yevropa davlatlarida aylanishga borsa maza bo'ladi deb Sheriklikka o'ylayman. kimni tanlagan bo'lardingiz? Universitet davrida menimcha dugonalarim bilan borsam zo'r bo'ladi. Atak oilaviy sayohat ham bu boshqacha tuyuladi. Albatta. Bunchalar zo'rsan. Shunda Xitoy tilida bunchalar zo'rsan qanday bo'ladi? Ni zui hao. Ni zui hao. Yo'da do'ppilar yarashib turibdi. Soch nimaga yoqardi soch? 70 tosh. Xudo xolasa 100 ga kiramizmi? Ha? 100 ga kiramizmi? Xudo xolasa. Meni taniysizmi? Men televizorda ko'p ko'rganman. Yoqadimi yo'qmi? Taniyman. Zo'rmi? Yaxshi. Mushal yo'lchan ko'rsata. Kampir bormi-la? Ha? Kampiringiz bormi? Ha? Uyda. Yaxshi ko'rasizmi? Bo'lasizmi? Sevasizmi? Nima gapingiz bor kampiringizga? Ha, mayli. Sog' bo'ling. Qadrli ko'ryapsizlarmi? Dodam 70 dan oshganlar, lekin ko'rsa o'zgaradi. Qulog'im eshitmasa ovozini balandroq eshitaman deydilar. Sog' bo'ling. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Kayfiyat qanday? Yaxshi. Qizlar nima ko'proq uyda qizlar nima ushlab qoladi? Oynani oldida turib qoladimi? Shunday. Kiyim tanlash problemami ertalab? U ham bor. Ha, yo'q.
Bugun ham bir yarim soat turdinglar, shikab qoldi. Nima kiysan? Nima kiysam? Kecha kiyganingizni kiysa kimdir kirgizmasdan siz o'qishga bo'ladi, shunaqa bo'ladi, kirgizishmaydi. Hamma qo'li bilan ko'rsatadi, siz nima kiyishni. Shunday. Nimaga qizlar shunaqa? Endi bu o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun-da. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Qaysi bankdan foydalanasiz? Dada bankmi, Oyi bankmi? Dada bank. Dada bank. Ko'proq pul beradi dada. O'zi dadaga erkatoy bo'ladi qizlar. Nima uchun shunaqa? Bilmadim, dadalar erkalatishadi-da, chunki oila urushishadi. Ha, oyingizdan demak ko'p gap eshitasiz. Eng ko'p nimada taklif beradilar sizga? Eng ko'pmi? Onalar gap bor, ertaga erga tegsang ko'ramiz, boshlab qolishadi. Uyga ertaga erga tegsang bilganingni qilasan, mana shu gaplar. Erga tegsang bilganingni qilasan, to'ydan keyin uydagilar uyingda bor bilganingni qilasan deydi. Hay bu. Yig'lab turasiz, to'g'rimi? Qachon oxir marta yig'ladingiz? 2-3 kun avval Kim sizni yig'latdi? kino. Mazza qildingiz. Yengil bo'ldi. Endi mana savol. Siz mana talabasiz hozir. Talabaga birinchi o'rinda nima kerak? Yaxshi baho kerak sessiyadan. Yaxshi baho. Bizda shunday. O'zi kasb egallash niyatingiz bormi? Albatta. Qaysi kasb? Yuristlikka o'qiyapman, yuridikda. Biz bo'lajak katta odamlar bilan gaplashyapmiz, qadrli yurtdoshlar. Shu vaziyatga keltirgangiz ota-onangiz sababchi, to'g'rimi? Albatta. Ularga bo'lgan rahmatlaringizni izhor qiling. Qiz bolani o'stirish qiyinroq deb o'ylayman, albatta, chunki mas'uliyati tarbiyasi katta. bor, mas'uliyati katta va ular shunchalik o'qitdi, biz uchun mehnat qilishyapti. Juda ham katta rahmatlarimni aytaman. Men sizlarni Juda ham yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Farina, Xudo bugun bir asradi. Ishoning, sal qolsam mendan ayrilib qolishim mumkin edi. Qiz keldi. Intervyu olishga bordim. Assalomu alaykum, o'zi salomni boshqa bo'ldi. Va alaykum assalom dilimday qarab. Qildim. Bir qadam uzoqlashdim. Keyin yo'l bo'lsa nima qilyapsiz desam, mana bitta aybim bor, o'g'irlik qilaman dedilar. Nima o'g'irlik qilasiz? Insonlarning qalbini o'g'irlayman demay qarab. Hozir ham ko'rsatuvdan keyin iltimos meni uyimga kuzatib qo'yinglar. O'g'irlab ketsa nima qilaman? Uydagilar nima qilishadi mensiz? Milliy nima qiladi mensiz? Siz mensiz nima qilasiz? Bularmasizmi? Reis aka mensiz nima qiladi? Siz nega qo'rqasiz? Mard bo'ling, jasur bo'ling, qo'rqmang, o'zingizga ishoning. To'g'ri. Endi shuni sizga o'rgatish kerak. Yo, qo'y, yaxshilama bo'lib yurasiz. Ham endi shu bilan hozir. Azizlar, uylansam kuyov jo'ralikka shuni olaman. Farina turib beradi oldimda. Bilmaysiz-da, hali ham yuribsiz. Siz qayerdan bilasiz? Mana bilyapman, o'rgatyapman sizga. Yo, rahmat ustoz Shifu. Marhamat, xayrlashing ham chiroyli bo'lsin. Qadrli yurtdoshlar, ertangi ko'rsatma mabodoga yo'q bo'lib qolsam, shu odamlar meni uyga kuzatib qo'ymagan bo'ladi. Aniq qizni oldidan qidiraverasizlar meni. Lekin menga qarab, biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni dedi. Aziz tomoshabinlar, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvining navbatdagi sonida yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni asrashingizni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kayfiyatingiz har doim a'lo bo'lsin. Charchamanglar. 1 2 3 bunchalar zo'rsan.